Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Eron Tashqi ishlar vazirligi vaziri aytadi: Eron urushga tayyor. Eron Qo'shma Shtatlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazish shartini aytdi. Eron Tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi Amerika tomoni Eronga nisbatan siyosatini qayta ko'rib chiqmasa, Tehron Washington bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarga kirishmasligini ma'lum qildi. Eronga qarshi maksimal bosim deb atalmish kampaniya va takroriy tahdidlar Washington bilan har qanday muzokaralarni imkonsiz qiladi. Bu bizning aniq va qat'iy pozitsiyamiz. AQShning Eronga nisbatan munosabatida tub o'zgarishlar bo'lmaguncha to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borilmaydi, dedi vazir. Arakchi Eronning ustuvorligi milliy manfaatlar va xavfsizlikni himoya qilish bo'lib qolayotganini ta'kidladi. Biz yon bermaymiz. U shuningdek Eron voqealarning har qanday rivojlanishiga tayyorligiga ishontirdi. Ishonchim komilki, Eronga hujum qilish hech kimning xayoliga ham kelmaydi. Chunki hamma oqibatini tushunadi. Urush bo'lmaydi, chunki biz bunga tayyormiz, deya qo'shimcha qildi Eron Tashqi ishlar vazirligi rahbari. Sumi shahriga uyushtirilgan havo hujumi natijasida 74 nafar inson jabrlandi. Rossiya armiyasining Ukrainaning Sumi shahridagi turar joy hududiga raketa hujumi natijasida jarohatlanganlar soni 74 kishiga yetdi. Bu haqda Sumi shahar kengashi xabar berdi. Jarohatlanganlar orasida 13 nafar bola borligi aytilmoqda. Sumi viloyat prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 24-mart kuni mahalliy vaqt bilan taxminan 14:00 da Rossiya qo'shinlari Sumi shahrining aholi zich joylashgan hududiga raketa zarbasi bergan. Hujum oqibatida ko'p qavatli uylar va ta'lim muassasasi zarar ko'rgan. Sumining vaqtincha meri Artem Kobzar Rossiyaning shaharga hujumi oqibatida 28 kishi jarohatlangani haqida avvalroq ma'lum qilgandi. Isroilning sobiq bosh vaziri Naftali Bennett aytadi: Agar Husiylar yoki Hizbulloh bizga raketa otsa, javobni Tehronga berishimiz kerak. Isroil harbiy vertolyoti G'azo sektorida jarohatlangan askarlarini Saroka shifoxonasiga evakuatsiya qilmoqda. Qarshilik jangchilari dushman bostirib kirgan hududlarda o'z hujumlarini davom ettirmoqda. Bashar Asad davrida mahbuslarni qiynoqqa solgan jangchi ushlandi. Suriya poytaxti Damashq chekkasida o'tkazilgan amaliyot chog'ida ag'darilgan Bashar al-Asad rejimi qamoqxonalarida mahbuslarni qiynoqqa solishda ishtirok etgan Shodi Odil mahbus qo'lga olindi. Mahbus ag'darilgan tuzumning qiynoq markazlaridan biri hisoblangan 277 harbiy razvedka bo'limida ishlagan. Bu haqda Suriyaning rasmiy Sana axborot agentligi xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan shaxs bo'linma nomidan jangchilarni yollagan va harbiy jinoyatlar sodir etishda ishtirok etgan. Bundan tashqari, mahbus tugatilgan rejim qoldiqlari bilan birga mamlakatning qirg'oqbo'yi mintaqasida Suriya xavfsizlik kuchlari va harbiy xizmatchilarga qarshi so'nggi hujumlarda ishtirok etgan. Garovdagilarni ozod qilmaguncha Isroil to'xtamaydi. Katz: Isroil Hamas tomonidan garovga olinganlarning barchasini ozod qilishga erishmaguncha G'azodagi operatsiyani davom ettiradi. Bu haqda Isroil mudofaa vaziri Isroil Katz o'zining X ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirgan. Biz asirlarimiz ozod qilinmaguncha, Hamas esa G'azo sektorini nazorat qilishni va Isroil hamda isroilliklarga tahdid solishni to'xtatmaguncha to'xtamaymiz, deya yozgan mudofaa vaziri. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil Hamasga qarshi kurashmoqda va Hamasni mag'lub etadi. Biroq G'azodagi tinch aholiga qarshi kurashgani yo'q va tinch aholiga zararni minimallashtirish uchun xalqaro huquq talab qiladigan hamma narsani qilmoqda. Biroq G'azoga hujumlar yangilangandan buyon 670 dan ortiq falastinlik, asosan keksalar, ayollar va bolalar halok bo'ldi. 1200 dan ortig'i yaralandi. Ma'lumot uchun, Isroil armiyasi 19-yanvardan kuchga kirgan o't ochishni to'xtatish kelishuvi tugaganidan so'ng 18-mart kuni ertalab qamaldagi G'azo sektoriga intensiv hujumlarni davom ettirmoqda. 2023-yilning 7-oktyabr kuni Isroilning G'azo sektoriga hujumlari boshlangandan beri halok bo'lgan falastinliklar soni 50.021 nafarga, yaradorlar soni esa 113.274 nafarga yetdi. G'azo sektori Isroilga ikkita raketa uchirdi. Isroil havo kuchlari ularni tutib oldi. Bu haqda armiya matbuot xizmati xabar bermoqda. Isroil harbiy havo kuchlari G'azo sektoridan Isroil hududiga uchib kelgan ikkita raketani tutib oldi, deyiladi xabarda. Departamentning qayd etishicha, ushbu o'qqa tutilish natijasida Isroil janubidagi G'azo sektoriga tutash aholi punktlarida havo hujumi signali e'lon qilingan.
Isroil mudofaa kuchlari, ya'ni Sahal Suriyaning Tadmor va T4 bazalaridagi harbiy nishonlarga zarba berdi. Bu haqda armiya matbuot xizmati xabar bermoqda. Bir muncha vaqt oldin Isroil mudofaa kuchlari Suriyaning Tadmor va T4 harbiy bazalarida qolgan harbiy obyektlarga zarba berdi, deyiladi bayonotda. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.